o'z ijodim namunasidan tinglang va baho bering do'stlarim. Bolalarni kelajakda ulg'ayib kim bo'lishlarini, qanday kasb egasi bo'lishlarini qanday bilsa bo'ladi. Buni albatta ularni yoshlikdagi qiliqlariga, 10 yillariga, aytadigan so'zlariga, ba'zida esa faqat qarab ko'zlariga bilsa bo'lar ekan. Agar loy o'ynasa quruvchi, osmonga tikilsa uchuvchi, shishaga intilsa ichuvchi bo'lar ekan. Qo'llari qoramoy bo'lsa haydovchi, qurolga qiziqsa hay ovchi bo'lar ekan. Kechasi yotmay stolda o'tirsa u kim bo'ladi? Unda bu ukamiz albatta hokim bo'ladi. Atrofga angrayib qarasa turist, janjalga aralashsa yurist bo'lar ekan. Kitobga qiziqsa olim, bag'ri tosh bo'lsa zolim bo'lar ekan. Qo'lizga qarasa doktor, og'zizga qarasa bizga o'xshagan diktor bo'lar ekan. Oldi berdiga qiziqsa zalogchi, dokumentga qiziqsa yo milisa yo nalogchi bo'lar ekan. O'zidan kattalar bilan urushsa mafiyos, chaqimchilik qilsa shapyos, ya'ni qo'shtirnoq ichida yozuvchi bo'lar ekan. Arqonni olib o'ynasa dorboz, qizlarga ko'p tikilsa kim bo'ladi? Ayollarga mehribon bo'ladi demoqchi edim. Aytganlarim yarmi hazil, yarmi chin. Bola pokdir, qalbi Allohga yaqin. Barcha kasb hunarda bolada bo'lar havas.